To'rtinchi o'git. O'z suratini tomosha qilmoq, o'z o'ziga mahliyo bo'lmoq, o'z husniga oshiq emas, kim desa ham erlar demas. Sharh. Suratga tushishdan ikki maqsadni tushunish mumkin. Birinchi, hujjat uchun. Ikkinchi, ilm yetkazish uchun. Shaxsingizni yoki kasbingizni tasdiqlaydigan hujjatga rasm yopishtirib qo'yish kerak. Yoki tasvir orqali odamlarga ilm berasiz. Yoki biror sahifa sizniki ekanligini bildirmoq uchun rasm lozim. Boshqa hollarda-chi? Boshqa o'rinlarda rasmning zarurati bormi? Erkak, er-yigit degani har xil kiyimlarni kiysa, ko'zoynaklarni taqsa va o'ngari teskari qarab rasmga tushib ijtimoiy qarmoqdagi sahifasiga joylay bersa, bundan maqsad nima? Har qanday gap bahonadir. Yagona maqsad o'zini ko'z qilishdan iborat. Bu suratlar orqali ommaga aytilayotgan xitob budir. Ey odamlar, mana meni tomosha qilinglar. Avvalo qomatimga qarang. Qanday kelishgan yigitman, to'g'rimi? Yelkalarimni qarang, bo'ynimga nazar soling. Kiyimlarning yarashganini ko'rdingizmi? Ha, juda yarashadi. Endi sochlarimga, yuzlarimga qaranglar. Qanday chiroyli chehra. Qanday ma'noli nikohlarim. Qanday qalin va qora sochlarim. Ko'zlaringiz quvnadimi? Qoyil qoldingizmi? Suratim ostidagi yoqtirma-yu yurakchalarni ko'rib maza qilyapman. Hammangizni maftun etdimmi? Rahmat. Men shunday ajoyibman. Bunday so'zlar o'z tanasini savdoga qo'yib evaziga qorin to'ydiruvchilar zehniyatiga xosdir. Farqi, rasmi orqali o'zini maqtovchilar odamlarning nazaridan maza qiladi. Maqsad shu bilan hosil. Ammo keyingi toifa albatta moddiy to'lov oladi. Do'stim, sen unday qilma. Rasmga tushishdan uyal. Bu ish chinakam uchun, fitrati sog'lom yigit uchun yarashmaydi. O'zini ko'zlash erning fitrati buzilganiga dalolat bo'lishi mumkin. Buning tubi o'ziga oshiqlikdir. O'zini sevish natijasida o'z qiyofasini omma oldida peshtaxtaga qo'yish kasalligi namoyon bo'ladi. Do'stim, sening tanangdagi ko'rk, basharangdagi joziba hech kimga kerak emas. Odamlar sening turqingni tomosha qilaman deyayotganlari yo'q. Hatto shunday desalar, o'zingni namoyish etasanmi? Bu sharmandalik, bu uyat, bu yigit sha'niga nomunosib harakat. Hamma o'z rasmini qo'ysa, sen ham qo'yishing kerakmi? Qanday ham aqli noqislik bu. Imkon bo'lsa ijtimoiy qarmoqdan rasmlaringni yig'ishtirib ol. Kuching yetsa qayta bunday ishlar qilma.